Shu siydik yo'llardagi achish, keyin potensiya tarafdan muammolar bor edi. Shuni ichib ko'ring deb tavsiya qilishdi, ichdik. Уже birinchi kundan boshladi уже rezultatni. Hali yaxshi bo'laversangiz, yana ham yaxshi bo'lgisi kelaverar ekan. Alloh taolo ishlaringni rivojini bersin. Alloh akbar. Safarimiz davom etadi. Hozir ayni damda Toshkent shahar, Yashnobod tumanidamiz. Farruh akam mollarda. Assalomu alaykum. Farruh aka, qayerda eshitgansiz o'zi honeymoon haqida? Honeymoon haqida internet tarmoqlarida ko'rdim, Instagramda. Zo'r. Nima muammolar bor edi Farruh aka sizda? Bu mahsulotni iste'mol qilishimga qadar основной shu siydik yo'llardagi achish, keyin potensiya tarafdan muammolar bor edi. Yoshingiz nechida o'zi? Yoshim 32 da. 32 da. Shu muammolarni bartaraf etish uchun qani shu mahsulotdan oldim, ko'rdim. Rostdan ta'sir qildi. Bitta o'sha upakovkasini olib 1 oy davomida iste'mol qilganimda уже ancha o'zgarish sezdim. Hojatga qatnashim qisqardi. Oldin tez vaqt ichida bo'lardi. Hozir ancha joyiga tushib qoldi. Necha oyligini iste'mol qildingiz hozircha? Hozircha 2 oyligini olganman. 2 oyligini. 2 oyligini oldim. 1 oyligini juda katta. 2 oylik ketyapti. Nima maslahat berasiz aka? Odamlarga o'sha olib iste'mol qilishni maslahat beraman. Foydasi ko'p. Immunitetga ham yaxshilar ekan. Ha, bir orada padelkaga ham aldanib qolibsiz, tushunishim bo'yicha. Padelkaga ham aldanib qoldim. Narxiga qiziqib, arzonroq joydan oldim. Men iste'mol qilgan honeymoon mahsuloti emas edi u. Ichmadingizmi, ish qilib olib qo'ydingizmi? O'sha bitta tatib ko'rgandan keyin o'sha sразу qo'yib qo'ydim mana. Biz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida turibmiz. Dilafruz opa molda keldik. Men endi oktyabrdan beri ichayotgan bo'lsam, o'sha birinchi choy kofelardan boshladim. Diyet to'plam ichgan ekanlar. Diyet to'plam o'zi jigarimda muammo bo'lgani uchun keyin qarasam, endi bilasiz, jigar quvvat manbai hisoblanadi. Sekin-sekin holsizliklarim ketib, o'sha birinchi kundan boshladi o'sha rezultatni. O'sha keyin yana menga qizlar bir kunda bir mahal deyishuvdi-da. Bir mahal ertalab ichasiz degdi, men keyin o'sha 2 mahalga o'tkazdim. Hali yaxshi bo'laversangiz, yana ham yaxshi bo'lgisi kelaverar ekan. Keyin shu bilan davom ettirib, keyin shu dekabrda yana 2 pochkadan oldim, choy kofelaridan. Yaxshi ekan, menga yoqdi, hammaga tavsiya qilaman. Nafaqat jigar uchun, butun organizm uchun effekti zo'r ekan. Hop, biz Toshkent viloyati Chinoz tumanida turibmiz. Tog'amdan duo olib qaytamiz. Mana qizim sedana yog'i mahsulotidan olgan ekan, iste'mol qilib, mana sog'liq joyida yaxshi. Xudo ishlaringga rivojini bersin. Kim nima qilsa, niyatiga yerib, Alloh taolo ishlaringni rivojini bersin. Alloh akbar. Tak, safarimiz davom etadi. Ayni vaqtda Toshkent viloyati Nurafshon shahrida turibmiz. Aka, qayerda ko'rgansiz o'zi honeymoon haqida? Honeymoonda men shu 1 yil bo'lib qoldi. 1 yildan ham oshdi. Biz shu boshim sal og'rib yuradi, qon aylanishi yaxshi emas. Keyin internetda shu Sardor domla reklama qilganlaridan keyin shu olib ichib ko'rdik, yaxshi. Qaysi mahsulotdan ichgansiz aka? Shu asalligi bor. Asosan asalligi bonkaligidan bir oldik. Keyin kofiligidan ham olgandik. Zo'r. Nima muammolar bor edi o'zi asosan sizda? Qon bilan bog'liq nima? Shu boshim bor edi. Keyin birga anaqa qilganda qon aylanishi yaxshi emas edi. Keyin shu Sardor domla bir reklama qilganlaridan keyin sizlar mutaxassislar bilan ulandim. Gaplashdim, shunaqa muammo bor desam, shuni ichib ko'ring deb tavsiya qilishdi, ichdik. Yaxshi. Undan keyin ancha tetik bo'ldi. Aytyapsizmi bir yaqinlarga, tanish-bilishlarga? Baribir aytdim. Xalq orasida yurasiz ko'proq. Bor, aytdik, tavsiya berdik. Mana shu mahsulot ichsanglar yaxshi bo'ladi. Ekrandagilarga nima tavsiya berasiz aka? Olinglar, ichinglar, zarari yo'q, hammasi tabiiy. Sog' bo'lsin.